1-iyundan O'zbekistonliklar hayotida nimalar o'zgaradi? 2026-yil 1-iyundan boshlab O'zbekiston qonunchiligidagi ayrim o'zgarishlarni sanab o'tamiz. 1-iyundan O'zbekistonda elektr energiyasi va tabiiy gaz tariflari oshiriladi. Amaldagi qoidalarga ko'ra, aholi gaz va elektr uchun oldindan to'lov qilsa, 2 oy davomida eski tariflardan foydalanishi mumkin. Tadbirkorlar uchun esa bu imtiyoz 1 oy amal qiladi. Endi elektr va gaz uchun to'lov qancha ishlatishingizga qarab hisoblanadi. Aholi uchun elektr narxlari 200 kilovattgacha 650 so'm, 201 kilovattdan 500 kilovattgacha 900 so'm, 500 kilovattdan yuqori 1100 so'm. Yuridik shaxslar jumladan tadbirkorlar uchun tariflar quyidagicha belgilanadi. Elektr energiyasiga 1 kilovat uchun 1000 so'mdan 1100 so'mgacha, tabiiy gazga 1 kub metr uchun 1800 so'mdan 2000 so'mgacha, metan zapravkalar uchun gazga 2500 so'mdan 2750 so'mgacha. Ovqat tayyorlash uchun markazlashgan holda elektr plitalar bilan jihozlangan ko'p kvartirali uylar va yotoqxonalarda yashovchi aholi uchun narxlar arzonroq bo'ladi. Oyiga 200 kilovattgacha 325 so'm, 201 kilovattdan 500 kilovattgacha 450 so'm, 501 kilovattdan 1000 kilovattgacha 550 so'm. Gaz bo'yicha aholi limit doirasida 1100 so'mdan to'laydi. Qishda limit 500 kub metr, boshqa mavsumlarda esa 100 kub metr qilib belgilangan. Limitdan tashqari ko'pchilik iste'molchilar uchun gaz narxi 1 kub metrga 2000 so'm bo'ladi. Gaz zapravkalarda esa narx 2750 so'm etib belgilandi. O'zbekistonda spirtli ichimliklar va tamaki mahsulotlarini naqd pul evaziga sotishga ruxsat berildi. Tegishli farmonni prezident imzoladi. U 1-iyundan kuchga kiradi. 1-iyundan boshlab O'zbekistonda mehmonxonalar va ovqatlanish korxonalari spirtli ichimliklar va tamaki mahsulotlarini sotishda naqd pul qabul qilishlari mumkin bo'ladi. Hujjatda mehmonxona biznesi va ovqatlanish korxonalari spirtli ichimliklar va tamaki mahsulotlarini naqd pul qabul qilish imkoniyati bilan sotish huquqiga ega bo'lishlari aytilgan. O'zbekistonda 2026-yil 1-iyundan 2029-yil 1-avgustgacha xorijdan olib kiriladigan nasldor qoramol, qo'y va echkilar qo'shilgan qiymat solig'idan ozod qilinadi. Bu 12-may kuni qabul qilingan prezident qarorida belgilangan. Qarorga ko'ra 2026-2028-yillarda qoramollar sonini 16,5 million boshga, qo'y va echkilar sonini 30 million boshga, parrandalar sonini esa 141 million boshga yetkazish rejalashtirilgan. Shuningdek, nasldor qoramollar ulushini 90% ga yetkazish, go'sht va sut mahsulotlarini sanoat usulida qayta ishlash darajasini 50% ga olib chiqish hamda ozuqabop ekinlar maydonlarini 1,5 baravarga kengaytirish maqsad qilingan. Toshkent shahri va unga tutash hududlarda faoliyat yuritayotgan issiqxonalar uchun 1-avgustdan boshlab tabiiy gaz yetkazib berish to'liq to'xtatiladi. Bu haqda Vazirlar Mahkamasi qarori e'lon qilindi. Shu bilan birga 1-iyundan boshlab poytaxt va uning atrofidagi ayrim tumanlarda zararli yonilg'ilar bilan ishlaydigan yangi issiqxonalar tashkil etish ham taqiqlanadi. Amaldagi issiqxonalarga nisbatan ham talablar keskin kuchaytiriladi. Xususan, suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq stavkalari sezilarli oshiriladi. Atrof muhitni ifloslantiruvchi yonilg'ilarni qo'llagan xo'jaliklar uchun esa kompensatsiya to'lovlari bir necha barobar ko'paytiriladi. Bundan tashqari, ularga ajratiladigan subsidiyalar va yangi kreditlar hajmi qisqartiriladi. Qurilish maydonlari fon monitoring stansiyalari bilan jihozlanib, Ekologiya qo'mitasining yagona geoaxborot tizimiga integratsiya qilinadi. Shuningdek, qurilish hududi va chiqish nuqtalarida onlayn kameralar o'rnatilib, jarayonlar masofadan turib nazorat qilinadi. Qonunbuzarliklarga yo'l qo'ygan qurilish tashkilotlarining shaffof qurilish milliy axborot tizimidagi reyting ballari kamaytiriladi.
Bundan tashqari, loyiha smeta va shaharsozlik hujjatlarini ekspertizadan o'tkazishda ekologik ekspertiza xulosasini taqdim etish majburiy etib belgilanadi. Yangi quriladigan balandligi 12 metrdan va umumiy maydoni 500 kvadrat metrdan ortiq bo'lgan bino va inshootlar loyihalarida ko'kalamzorlashtirish maydoni ajratilgan yer uchastkasining kamida 30% ni tashkil etishi shart bo'ladi. 17 dekabrdagi prezident farmoniga ko'ra 1-iyundan tadbirkorlarga bojxona bojini 120 kungacha kechiktirib yoki bo'lib to'lash imkoniyati yaratiladi. Shuningdek, bojxona to'lovlari to'lanishini ta'minlashning bosh ta'minoti turidan foydalanishda xavflarni boshqarish tizimining natijalaridan kelib chiqib, tadbirkorlarga pasaytirilgan miqdorda ta'minot taqdim etiladi. 1-iyundan boshlab O'zbekiston qonunchiligidagi o'zgarishlar haqida Vaqt.uz saytida batafsil tanishishingiz mumkin.